Naves qilsa qorong'i bo'lib qolmaydimi degan savol bor. Naves qanaqa qilishingizga bog'liq bo'ladi. Agar sizni uyingiz bu tomonda kotej forma bo'ladigan bo'lsa, tunikali naves qildiradigan bo'lsangiz, обязательно uyingiz qorong'i bo'lib qoladi. Bu joylaringiz ham qorong'i bo'lib qoladi. Endi bu joyga qanaqa qilish kerak? Agar kotej forma bo'ladigan bo'lsa, leksandan qildiradigan bo'lsangiz, leksan yorug'lik o'tkazadi, quyosh nurini 70% gacha issig'ini qaytaradi. Nurini emas, issig'ini qaytaradi. Bemalol uyingizga yorug'lik tushib turadi. Agar kotej forma bas bir xonali deydigan bo'lsangiz, tunikali qildiradigan bo'lsangiz, bemalol yorug' bo'lib turadi, foydalansangiz bo'ladi. Agar o'zi qorong'i bo'lib qolmasligi uchun leksandan foydalansangiz bo'ladi, yorug'lik o'tkazib turadi. Menga salqin kerak, qorong'i bo'lsa ham, g'ib bo'lsa bo'ldi deydigan bo'lsangiz, tunikadan foydalansangiz bo'ladi. Endi tunikadan ham qanaqa? Menga salqin bo'lsin, g'ib bo'lsin deydigan bo'lsangiz, shumkali bo'lsin deydigan bo'lsangiz, setka, falga, sklevatani qo'shib qo'yishni maqsad beramiz. Chunki bu issiqni qaytaradi, bu falgani ushlab turadi, bu shumka bo'ladi, ovozlarini yo'qotadi. Yomg'ir yoqqanda ovozlari bo'ladi, shu narsani yo'qotadi. Tunikali variantga shunaqa tavsiya qilamiz. Bizga qildirasizmi, boshqaga qildirasizmi? Shulardan foydalansangiz bo'ladi. Endi o'zini ishini mutaxassisi videolarimiz bor YouTube'da, Instagram'da. Bemalol nima uchun qo'yiladi, qanaqa qilib qo'yiladi, o'sha narsalarni bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Xudo xolasa shunaqa. Endi qarang. O'zi navesda yana bitta savol bor, ko'p tushadi menga. O'zi navesni qildirsam, o'sha naves tayi polni salqin bo'lib turadimi degan savol bor. Ko'pchilik naves qildirsam, polni mashet salqin bo'lib turadi deyiladi. Sizga necha metrlik salqin kerak o'zi? Misol uchun odatda. Hozir mash holatimiz ertaman yorug' tushadigan bo'lsa, mashi misol uchun o'zi 8,5 metrlik naves bo'ladigan bo'lsa, eni 4 metrgacha bo'lgan joyi yoki 2 metrga bo'lgan joyi salqin bo'lib turadi xolos. Qolgan joyi quyosh tushadi. Chunki bizda kun chiqar tomon bu tomondan shunday chiqib bosiladi. Shu holatda agar naves qilinadigan bo'lsa, bizga o'zi ham quyoshdan saqlanish kerak, ham yomg'irdan saqlanishlik uchun qilganmiz o'zi. Sizga yomg'irdan saqlanishlik uchun bo'lsa, bemalol qilsangiz bo'ladi. Shu tomondan, yo'q, menga salqin bo'lish kerak, 8 metr deydigan bo'lsangiz, navesingiz 10 metr yo 12 metr atrofida bo'lish kerak. O'shanda sizga salqin bo'ladi. Yoki quyosh bu tomondan chiqadi, bu tomon devor bo'ladigan bo'lsa, sizga selli mana shu joyingiz 8,5 metr, 10 metrgacha, daji 12 metrgacha salqin bo'lib turadi. O'zi navesni qildirayotgan vaqtingizda qatga qildiryapman, qanaqa qilib qildiryapman deydigan bo'lsangiz, sizga salqin kerakmi, qatgacha soya bo'lishligi kerak. O'sha zamir o'lchagani borgan odamga shuna qilib aytsangiz, sizga qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, necha metrga salqin bo'ladi, sizga qanaqasi ma'qul, omborgami yoki ishxonalargami yoki fermagami, o'zi shuna qilib qatga qildirishingizni aytadigan bo'lsangiz yoki ko'rsatadigan bo'lsangiz, o'zini ishini mutaxassisi bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa mandaqa tavsiya beradi. Mendan ko'proq ham tavsiya berishi mumkin. Ba'zi ustalar tajribasi ko'proq bo'ladi. Mendan ko'proq ham tavsiya berishi mumkin, lekin siz o'zingiz borgan odamga men ochiqini aytishingiz kerak-da. O'zi doktorga ham borsangiz, kasalligingiz nimadan boshlanganini hamma ma'lumotini berib, sizga to'g'ri tashxis qo'yadi. Naves qildirayotganingizda ham sizga nima kerak, qanaqasi yoqadi, nima qilish kerak, nima uchun qildirasiz, hammasini aytsangiz, sizga to'liq ma'lumotini berib, sizga mos, sizni xohishingizga, istagingizga mos naves yasab beradi. Agar xuddi shunaqa mutaxassis kerak bo'lgan bo'lsa, xuddi shunaqa navesni o'zini ishini ustasi kerak bo'lsa, pastda nomerlarga telefon qilsangiz, to'liq ma'lumot beriladi. Zakaz qiladigan bo'lsangiz yoki ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, yoki siz joyingizga qanaqasi ma'qul kelishini bilishni xohlasangiz, mana shu nomerlarga telefon qilsangiz, to'liq ma'lumotini beriladi. Bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying. O'zingizni fikringiz bo'lsa, telefon qilgani erinadigan bo'lsangiz, ma'lumot nimasi bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada o'zingizni fikringizni, izohini yoki savolingizni yozib ketsangiz, biz sizga o'zimiz aloqaga chiqib, to'liq ma'lumot beramiz. Siz joyingizga mos variantlar ko'rsatamiz. Agar zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, sizga ham qilib beramiz. Salomat bo'lasizlar.